Hammaga assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Bugungi video sizlarni ko'rib turgandan xursandman. Bugungi videomizda sizlar bilan Kinazik akkauntini obzor qilamiz. Kanalımizdan boshladik. Akkauntga sekin kirib olamiz. Mana ko'rishlar mumkin. Kirishimiz bilan populyarnilar. Hop, bu akkaunt RPS3dan beri solingan. O'ynalib keladi. Full solingan. 3-sezonda RPda 1-o'ringa chiqqan. M3da top 10talikka kirgan. Hop, sekin endi kolleksiyalariga o'tamiz. Kolleksiya leveli 99. G'aznaga kirib olamiz. Mana bular uncha qiziq emas. Pastga tushamiz. Hop. Ko'rishimiz mumkin. Mana 2-sezon kiyimi. Hop. Keyingi kiyimlar. Reykning kiyimlari mana ko'rishingiz mumkin. 3ta Reykning kiyimlari turibdi. O'ta oldiviy set kiyimlar ular. Mana basketbol setlari 3 ozi ham turibdi. Sariq, oq, qizil. Keyingisi. Mana Blackpink setlari juda ko'p ekan. Ko'rishimiz mumkin. Chiqaramiz. 2-sezonda kiyimi. Xo'sh. Mana Reykning setlarini ko'rishingiz mumkin. 6ta turibdi. Legendarniy. Mana legendarniy basketbol seti ko'ki. O'ta chiroyli. Ham oldiviy. Tepaga chiqamiz. Mana Blackpink setlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ko'p. Kiyimlar o'ta ko'p. Mifiklar uncha qiziq emas. Kaskalarga o'tamiz. Kaska, hamma kaska bor. Bosh kiyimda hamma yog'i bor. Ochkilar ham. Tepa kiyimlarga o'tamiz. Mana Babe'ni ko'rishingiz mumkin. Sarig'i. Pastroqqa sekin tushiramiz. KFC seti. Brigadga. Hozir ko'raylik, brigadga bormi? Godzilla kiyimlari bor ekan. Mana brigadgani ko'rishingiz mumkin. O'ta TDM uchun brigadga o'ta chiroyli turadi. Doktor seti ham bor. Past setlarga o'tamiz. Babe pasi bor, qorasi bilan sarig'i. Qorasining tepasi yo'q ekan. Mana sarig'ini ko'rishingiz mumkin. Qorasi ham chiroyli. Uncha qiziq narsa yo'q. Endi qirollarga kiramiz. Akamga ko'rib turibsizlar. 85 ta уже. 13tasi mifik. M16ga o'tamiz. M16da 58 ta bor ekan, 3ta mifik. Full. Ko'rishingiz mumkin. Skarelni ko'ryapsizlar. 80 ta turibdi. 12 ta mifik. Full.
Hop, pastlarga tushamiz. Uncha qiziqlari yo'q. M96 ga o'tdik. 62 14 mifik full hammasi. Ko'rishinglar mumkin. Ikkita mifik 406 ham bor. Hamma 406 bor ekan. Pastlarni ko'ramiz, legendarnilarni. Graza 26 ta. Hammasi 4 tani hammasi full. 17 ta legendarni. Graza bor ekan. Pastga sekin tushamiz. Uncha qiz emas pastlar. AUK 31 ta ekan, 3 ta mifik full. Mana ko'rishyapsizlar. KBS 35 ta, 4 ta mifik full. Lekin keyingilarga o'tamiz. Berilga o'tamiz. Berilda 43 ta bor ekan, 9 ta mifik, 27 ta legendarni. 9 ta mifik full hammasi. Ko'rib turasizlar. Uncha ketamiz. Mana ko'ryapsizlar, 65 ta bor ekan, 6 ta mifik. M24 ga sekin o'tamiz. M24 da 36 ta bor ekan. AVM 24 ta. 8 tasi full qilingan. Lekin Amerga o'tamiz. Amerda 6 ta Amerga bor ekan, 3 ta mifik full. Hamma Amerda olgan. Ko'rib turasizlar. 3 AVM full. Endi mashinalarga o'tamiz. Mototsikllarga 53 ta bor, 4 ta mifik full bor mifiklari. Mana ko'ryapsizlar. Sedan 59 ta, 12 ta mifik mashinalari bor. Mana ko'rib turasizlar. Reykka bilgan biladi, o'ta old pavigerlar biladi. Bunga 10 ta bor ekan, 6 ta mifik. Keyingisi 59 ta bor ekan, 50 ta mifik. Aqlga sig'dira olmaydi ko'pligini. 9 ta legendarni bor ekan, ular ham chiroyli. Yaxshi mashinalar. Ko'rib turasizlar. Lekin mana Bugattiga gap yo'q. O'ta chiroyli. Vazik yangi kelgan. Hammasi bor. 57 ta bo'lsa, hammasi bor ekan. Ko'rib turasizlar. Keyingisiga o'tamiz. 14 ta bor ekan mifik yo'q. Bugungi videom shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Agar shu videoda 100 ta like yig'sa, Knyaz 202 ni akkaunt uyini obzor qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.